86 million bilan mana bu Cherry 7 Pro'ni sotib olsam nimalar qo'shib berasiz? Boshlang'ich to'lov 86 million so'm ichida, okey. Oldiga mana bunaqa dugasini qilib beraman. Oldini broni plonkasini qilib beraman. Va yangi moshina olgandan keyin broni plonka qilish kerak, okey. Oldiga radiator защита setkasini ham qilib beraman. Обязательно. Bitta tonirovkasi, ichiga kovrigi va ancha radari boshlang'ich to'lov 86 million so'm to'lovingiz ichida avtokredit asosida 5 yilgacha bitta pasport o'ziga xarid qilishingiz mumkin. Bundan tashqari, bizdan avtomobil xarid qilsangiz 5 yil yoki 150 ming kilometrgacha rasmiy kafolatini ham beramiz. Faqat menga qilib berasizmi? Yoki boshqa obunachilarga? Obunachilaringiz kelsa ham shu to'lov ichida shu qo'shimcha jihozlari bilan xarid qilishadi. Hammani avtosalonimizga kutib qolamiz. Manzilimiz Namangan shahar, Do'stlik bozori, Promzonaning yo'lida. Avtomobil oylik to'lovlar sizga qiziqmi? Kommentariyada Aster deb yozib qoldiring. O'zimiz sizga 5-10 daqiqada lichkangizga rashodlarni tashlab beramiz. Albatta Namangan Cherry'ga Instagram profiliga obuna bo'lgan bo'lsangiz